Quvada ovqat pishirilgan odamlar qo'lma-qo'l yetkizgan deydi. Quvadan mashargacha odamlar turgan ekan, ashirda ovqatni qo'liga bergan, taomidan ketavergan, mayta ishlayotganlarga ashnaqa yetkazilgan degan afsona ham bor. Keyin shunaqa bir afsona borki, Afrosiyob davrida qurilgan bu degan tepalik. Afrosiyob 11-asrda yashagan shaxs, tarixiy shaxs u. Agar Afrosiyob davrida qilingan degan faktga e'tibor qiladigan bo'lsak, bu 11-asrda qilingan bo'ladi. Mayog'ini ko'rsangiz bir-biriga mos kelyapti. Men o'qiyotgan vaqtimda bizga shunaqa tepalar haqida gapirganda domlamiz shunaqa gapni aytgandiki, 13-14-asrlardan keyin tepalik qilinmagan. Demak, qayerda qanaqa tepalik bo'lsa, o'shundan burun qilingan bo'lib chiqadi-da. Ana shu bu tomonni ham agar solishtirib qaraydigan bo'lsak, demak bu tepalikda qurilganiga 1000 yil bo'ldi deb aytsak bo'laveradi. 10 asrlik tepalik bu. Bu tepalik oldin juda baland bo'lgan ekan. Bizi dadalarimiz aytib berardiki, tepaga chiqayotganda yo'lda bir marta dam olib turib chiqardik bolaligimizda deydi. Bir marta dam ol. Biz hozir birdaniga chiqib keldik. Bundan shunday xulosa kelib chiqadiki, demak bu tepalik shunday qilinibdimi? Bu yerdagi aholi shu vaqtlarda yashagan. Shu narsaga olib boradiki, bizning qishlog'imiz ancha tarixga ega, ancha qadimdan beri odamlar yashayotgan joylardan biri hisoblanadi. Qoratepa qishlog'i bugun obod va fayzli maskanga aylangan. Yurt obodligi, qishloq taraqqiyoti uchun ko'plab hamqishloqlarini ziyoli bo'lib, ilm-hunar egallashlariga xizmat ko'rsatgan ko'plab yurt fidoyilari bu foniy dunyodan o'tib ketganlar. Ana shunday yoshlarga ilmu ziyo ulashgan ustoz muallim Rayimjon Otarahmonovni ham qishloqdoshlari faxru iftixor bilan yodga oladilar. Rayimjonni til adabiyot o'qituvchi sifatida bir inson sifatida men yaxshi bilaman. Bu haligi zaruriyatligidan maqtash emas. Bu odam birinchi o'zini fanini yaxshi bilar edi. Ikkinchi mahallasiga nihoyatda jon kuydirardi. Nafaqat mahallasiga, qishlog'iga, kolxoziga, vaqtda kolxoz bordi. Kolxoziga jon kuydiradigan odam bo'lgan. Keyin iloji boricha odamlarga yaxshilik qilishga harakat qilgan odam. Doim kulib gapirardi. Keyin gapni ochig'i men bilan ko'p muloqotda bo'lganmiz. Juda hurmat bilan gapirardi, meni hurmat qilardi. Endi shu mahallasiga jon kuyar, kolxoziga, qishlog'iga jon kuyar bo'lganligi uchun shu Rayimjondan uni farzandlariga shu narsa o'tgan. Mana bular ham nafaqat o'zimga bo'lsin deydi. Yuragida xalqqa xizmat qilish, odamlarga foydam tegsin degan narsa bor ekan. Rayimjon Otarahmonov Qoratepa qishlog'ida dehqon oilasida dunyoga kelgan. Tabiatan xushfe'l, adabiyot ixlosmandi bo'lgan Rayimjon ota maktabda a'lo bahoga o'qib, institutni ham imtiyozli diplom bilan tamomlaydi. Maktabga o'qituvchi bo'lib ishga kelgan Rayimjon Rahmonov ham qishlog'i Fayzixon bilan taqdirini bog'laydi. Turmushlari davomida 3 qiz, 2 o'g'il farzandli bo'ladilar. Bugun esa 5 farzandning barchasi ota izidan borib, el yurt koriga yaraydigan insonlar bo'lib kamolga yetishgan. Ularning barchasi oliy ma'lumotli, ziyoli, kasbikorlidirlar. 5-6 yoshligimizda barchamizga har kuni ertalab bittadan g'azal topshiriq berib chiqib ketardilar.
kechki payt kelganlarida mana shu g'azalni yodlab ifodali qilib aytib bergan odam, aka-ukalar albatta taqdirlanardik. Mana shu yo'sinda biz badiiy adabiyotga, ona tilimizga bo'lgan qiziqishlarimiz o'sha go'daklik paytimizdan dadam sabab boshlandi. Hattoki insonlar dadamni bir suhbatini olsam deb orzu qilardilar. Dadam qishloq uchun, vatan uchun kuyib yonib ishlaydigan, kuyib yonib yashaydigan inson bo'lgan. Mana shu qishlog'imizga men kichkina paytlarimdan eslayman, suv yo'q bo'lardi qishlog'imizda, ichimlik suvi yo'q bo'lardi. Dadam insonlarni, ana shu mahalladagilarni yig'ib tushuntirish ishlarini olib borardi. Mana shu yerdagi maktabimizni atrofidagi katta suv inshootini qurilishida dadamning hissalari bor. Suv keltirgan qishlog'imizga. Bundan tashqari o'sha davrda biz ham kichik paytimizda 1-2 sinfda o'qiganmiz, o'sha maktablarda hammom bo'lardi. Shuni yonginasida bir devor bo'lgan bir maktab bo'lardi. Xonalari juda tor bo'lardi, qorong'u bo'lardi. Keyin haligi hammomning yonida bo'lganligi uchun badbo'y bo'lardi. O'sha maktablarda farzandlarni kunlardan bir kuni dars o'tayotgan paytida maktabdan bir bolani oldiga g'isht tushib ketadi. Shunda dadam uyga kirib juda ham kuyinib gapiradi va mana shu qishlog'imizdagi odamlarni to'plab darslarini o'tib, darslaridan keyin ana shu odamlar o'rtasida tushuntirish ishlarini olib borardi. Va mana shu yerdagi mana shu 48-maktabni qurilishida ham dadamning hissalari juda ham katta, mehnatlari katta. Raimjon ota bu yil hayot bo'lganlarida 69 yoshni qarshi olgan bo'lar edilar. Hayotlari davomida xalq dardi bilan yashagan, umrini yosh avlod ta'lim tarbiyasi uchun baxshida etgan insonning bugun ham qishloqlari, farzandlari xotirlab, uning uchun xotira turniri o'tkazdilar. Men o'zim ham shu mana shu maktabda 1-sinfga ham qabul qilinganman. Shu maktabda o'qiganman, shu maktabda rahbar bo'lib ham ishladim. 4 yil davomida rahbar bo'lib ishladim. Bu ustozni bugungi tadbirdan xotirlab shunday narsani bildimki, esladimki, 1-sinfga qabul qilayotganimda, qabul qilinayotgan jarayonimda bizni davrimizda o'sha 89-yillarda 1-sinfga faqatgina o'sha 7 yoshli bolalarni qabul qilinardi. Ustoz shunday holat bo'lganki, ustozni sharofati bilan, ustozni taklifi bilan o'sha paytda bir hafta o'qishib qo'ygan ekan bolalar. Bir hafta o'qigandan keyin men shu maktabga qabul qilinganman. Ustozni sharofati bilan qabul qilinganman deb o'ylayman shunday. Andijon davlat pedagogika oliygohida filologiya fakultetida o'qiganmiz. Men do'stim Raimjon bilan birga o'qiganimdan faxrlanaman. U kishining fazilatlari birinchi mehribon edi. Kamtar edi, mehnatkash edi. Paxta dalalariga chiqsak, paxtazorda hammadan ko'p paxta terardi. Yoki bo'lmasa bir hashar uyushtirsa, hasharda ham peshonani bog'lab olib jonbozlik ko'rsatardi. Uyga mehmonga taklif qilganda eslayman, onajoni bor edi, Jannat xola rayhonlarni solib mastava sho'rva qilib bergan, hozir ta'mi og'zimda turadi. O'shalarni eslasam, qani Raimjon tirik bo'lsa, bir quchoqlab olsam, bag'rimga bossam, to'yib ko'zlarimga yosh keladi. Uni kamtarning fazilatlari, bilimdonligi kasbdoshlarida yoki shogirdlarda davom etsin. Shu Asaka tumaniga kelib o'qituvchilik qildi. Orqa varotdan bizni eshitdik. Bolalarga bilim berishda, ularni tarbiyalashda juda katta rol o'ynaganligi, uni o'qitgan o'quvchilari olimpiadalarda, respublika, viloyat olimpiadalarida yuqori o'rinlarni olganlarini eshitganmiz. Qolaversa shu qishloqni obod qilish uchun, qishloqni tuman markazi darajasiga yetkazish uchun bu yerlarda maktablar u darajada bo'lmaganligi uchun maktab qurilishiga katta e'tibor berib, belini mahkam bog'lab harakat qilganligi, bu ham bo'lsa shu tumanni, shu yurtni obod qilishga jonini fido qilgan insonlardan biri bo'lgan. U odam hozir bo'lganda biz qishloq shaharga aylangan bo'lardi.
shunday bir oldindan ko'ra bilardi, hayotni oldindan ko'ra bilib intilib yurardi. Shu qishlog'imizni bozor qilamiz deb reklama qilgan. Birov ishonmagan shu bozor qachon bo'lar ekan deb nima qilgan? Bozor Xudoga shukr ochildi. Mana hozir faoliyatini ko'rsatyapti. Juda yaxshi. Tarix uchun katta vaqt bo'lmasa-da, dadamiz katta ishlar qilib o'tdi deb hisoblayman. Mana qishlog'imizda maktab qurilishiga, shu qishloqda obod bo'lishiga gaz deysizmi, qishloqda suv bilan ta'minlash deysizmi, yoki uzog'ini yaqin qilish uchun mana o'zbegimizga bozorlar kerak, bozorlar ochilishida deysizmi. Umuman shu qishlog'imizda bo'ladigan yangilik, yaxshi o'zgarishlarda albatta dadam hissasini ko'rish mumkin. Tug'ilib o'sgan joyimizni obod qilish maqsadida mana ko'rib turganlaringlardagi yo'llarda obod qilib o'zimizni hisobimizdan shu narsalarni tashkil qildik. Mana Xudoga shukr, mahallamiz obod, yo'llarimiz ravon bo'lib qoldi. Bolalar mana maktabga kelib ketishda, yoshi katta insonlar bir marosimlarga boshqaga chiqishda chiroyli yo'llarda yurib shular foydalansin deb mana shunaqa narsalar qildik. Bundan keyin ham Xudo xolasa qo'limizdan kelganicha vatanimiz, yurtimiz ravnaqi uchun yoshlarimizni bilim olishida, o'sib ulg'ayishida qo'limizdan kelgan hissamizni qo'shish niyatidamiz. Inson hayotdan o'tsa-da, uning bu dunyoda amalga oshirgan ibratli va yaxshi ishlari abadiy qoladi. Raimjon ota amalga oshirgan ezgu ishlarini bugun u kishining farzandlari, shogirdlari davom ettirmoqdalar. Fidoyi insonlar boshlab bergan yaxshi amallar bardavom bo'laveradi. Bugun Qoratepaga bahor o'z sepini yoymoqda. Husnkor bahor quyoshi Qoratepa tepaliklaridan boshlanadi. Bahor go'zalligi, saxiy zamin quyoshidagi iliqlik bag'ri keng, mehnatkash xalqimiz qalbiga ko'chadi.